Boydan beri mana shu bolani kuzatib turibman. 10 mingni olib 15 ming sotasizmi? Ha. 50 mingga berasizmi? Berasizmi? Rozimisiz? Men roziman. Siz 50 mingga sotasizmi? Mayli. Ha? Ha. Ukangiz qayerdalar? Uyda. Nimaga uyda? O'qiydi u. Ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Ha? Ha? Nega ishlatmaysiz? Ishlatmayman. Men o'zim o'qimaganman-da, ukam o'qishini xohlayman. Men hech qayerda o'qimaganman. O'zi ikkita donamiz. Ota-onam. Jigaringizni bu kimga almasharmi deysiz? Yo'q. Mashinagachi? Yo'q. Uygachi? Yo'q, almashib. 100 million pulgachi? Yo'q. Jigarim ko'p. Ota-onamdan qolgan yodgorim ko'p. Ko'chada yotib yursam ham almashmayman jigarim aka. Bu kitobga 50 ming so'm tashlab beraman. Sizga beraman. Siz jigarga bo'lgan muhabbatingiz uchun yana 500 ming qo'shib beraman. Bo'ladimi? Ha? Faqat bitta narsani hech qachon unutmang. Jigaringizdan voz kechmang. Kim tashlab qo'ysam siz jigaringiz